Çabuk Aksakal! Çabuk Aksakal! Kıyaları cerencilgisi sürüyettik. Temircin tutuldu mu? Esirlerini teşhir attırız. Yürü la! Esirlerini ben tutkan. Geple! Aramlarda Temircin bağ mı yok? Geple! Bak! Çabuk Aksakal! Temircin mağni Cürçereyla'nın ağıl tarafı biz çıkıp gitipti. Nime? Muhterem Aksakallar, bugünkü sorunga Tayşıgutlarning Aksakalı Targutay her kaysınlar için kattı ziyafet tayarladı. Aldınlardı ki taş kazanı köygensine. Bütün koy pişirdiğin kazan kulu. Toğra, bütün koy pişirdiğin kazan. Esirler işçide Cinos cemiyetidikilerden 70 erba. Ular esli biz Tayşıgutlarning bir uruğu edi. Keyin sizler Camqağı bayat qilgan. Keyin yana Temirchinga bayat qilgan. Bugun har qaysi oqsoqollarga bütün koy pishirib qolmay. Sizlarni yana misli ko'rilmagan bir tomoshadan huzurlantirmoqchiman. Bu tutam yo'q ablaqlarni jazolamoqchiman. Tutam yok bu bedbahtlarning hammasini tirik pişirinlar. Durma kalmışsın. İcra kılınlar. Ben Camuqa öz kavmiga asilik qiladigan bundaq chupiranlarni mana mushundoq jazolayman. Bundan keyin kim yana menga asilik qilib Temirchinga bayat qiladigan qani? Albatta, har qaysilari mening sadoqatman do'stlarim. Saqlab o'ltirmayli. Ular pishkicha biroz vaqt ketadi. Qimiz ishga saqlayli. Bu eng esil qimizchi bu. Camuqa Aksakal urushda patrulligim uchun bu ko'zni menga tortiq qildi. Köpeneri. Aksakal! 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 Ma'nik bilan Jurchadek odamlarni boshlab Temirchinga bayat qilmayapti. Nima? Ular yana menga asilik qilishib ketinibdimi? Ularni tutib kelib, hammasini tushirib. O'n ishqona fikrlarning hammasi tarqalib ketdi. O'zimizga tayinib ularni tutib kelmasmizmi? Çık! Çık!
tağa. Tez turanglar. Turanglar. Men mag'lub bo'lib qochganda, men qo'shniqlik kepsizlar. Hamda qaytib ko'radigan jabr mushaqqatlarni men bilan tartadigan bo'ldinglar. Kelganlardan intayin minnatdorman. Sizlarni katta so'rin tuzib kutaman. Belgutay, labay. Qabila aqsoqollarini chaqirib kel. Ma'qul. Atalar, tag'lar. Marhamat. Qasar, labay. Buyrug'imni yetkaz. Har qaysi qabilalar kura tuzsin. Aka, yig'ila mag'lub bo'ldik. Jamurqa bizni qo'llab odam avatish mumkin. Bu ahvolda yana bundoq cho'ng so'rin tuzib beradi. Dal yig'ila mag'lub bo'lganligimiz uchun qo'shnikilarning ko'nglini tindirib, jasoratni urg'ib qilsak bo'lmas. Temirchin to'g'ri deydi. So'rinni qattiq tuzib, qattiq ehtiyot qilsak bo'lmadimi? İki tarafta qarovulni qilinglar. Otli qirq chaqir yerda yushinib turinglar. Gumonli ahvol bayqalsa, menga darhol xabar qilinglar. Ilojsiz qolmoqcha qolgan so'rinni daxl qilmanglar. Xo'p. Qolganning farmoni bo'yicha ikkimiz so'rin beshi bo'lamiz. Hammanglar joyinglardan o'rna olg'aysizlar. Qog'on, so'rinni boshlab bergaylar. Bugun Malik ati bilan Jurchada tog'am qaytib keldi. Mo'ng'ul qiyon qabilasining mashhur sarkardalari bilan isizodlarning ko'pinchisi so'ringa daxil bo'ldi. Oltin urqining qudrat tepishdan umidimiz zo'r. Har qaysinglar tatilmay, taomlarga eg'iz takkaysizlar. Qimiz keltirsin. Namlik cho'cha deydiganlar qanchalik meni? Temirchinning katta mehmoni bo'lib ketdi endi. Men marhum Qog'onning xotini tursam, tayyorning o'rnidagini qaranglar. Nima qilgani bu? Sen çıpıran dedi de beni kızgınım hayatım sen. Bizge yerim ötüp kımız kuyuda kim öğretti sana? Bilemse. Öldüreydim ben sen dedi. Yenim uçunda kıgınağını bir küveye çık hani. Elçin kichik apa, nemishqa bir qul bilan tang bo'ladilar. Javohirat degan har qanday yer faqraydi. Sizlarning esil asabni ekanliklarini hech kim unutmaydi. O'rta, elchi kichik apaga qimiz qo'ying. O'rningdan tur. Tova, Qog'onning xotiniga qimiz qo'yg'izishga loyiq kelarman bu. Sizlar marhum Qog'onning xotini albatta loyiq keladilar. Belgitay, labbay, sen so'rin beshig'i. Bir odamga chiroyli qarab turamsan. Qog'on og'a, Bu yoqlarga qarab baq. Boshqa raya budunlarim bu yerdagilarga o'xshash shotlanib yo'q. Xo'p.
To'xtam, men baray. Hey, kimse! Tutma! Böke. Qada gitay. Bu yerda nima qilsan? Bunda qil ayni yuratdi. Qo'lingdagi nima u? Hech nima emas. Qo'lingni sula. Ikkala qo'lingni. Yurgan bu. Bu kimniki? Sajabek oqsoqoldan. Sajabekmi? O ot tayyorlashga buyurganmidi? Ha, meni buyrug'im. Maqmaysan-ku. Maqul, to'xta. Sajabekka ot tayyorlasang, nimshi qolgandan ko'rasidan chiqsa. Yurgan nepka. Yo'qol. Yo'qol deyman. Mana yo'qolay. To'xta. O'g'ri. Bana qolgandan oldi. Belgitay. Uncho'lab bo'zak tapmanchimi? Nima? Bo'zak qitmanmi? Qolgandan oldi boraylamisa. Uning o'g'ri yoki o'g'ri emasligiga har qaysi oqsoqollar bilim desin. Bo'la. To'xta. Qani silib o'tamsan? Belgitay. Belgitay. Nima bo'ldingmi? Davransanma. Ishni cho'g'aytatmaylik. Berib qolgan bilan ko'rishaylik. Qog'onimizga ma'lum bo'lg'ay. Har qaysi ko'ralardik so'rinlar qizib ketibdi. Qog'onimizga ma'lum bo'lg'ay. Putkul ovulning ichi teshi jimjit. Belgitay. Bilikonim bo'ldi. Hech nima. Qani qilyapti-ku? Belgitay. Biroz bilan ilishga o'xshamabsan. Yo'q. Hammalarni o'rgandim. Lekin yolg'onchilikni o'rganmading-da. Bas, ilishqa. Kim bilan? Ilishqa. Kichik bir ish uchun. Qolgan so'rmayla qo'ysizlar. Yo'q, deysan. Cho'g'im deysan. Qolgani. Boya jo'rkan Sajabekning nökeri Qadagitay. Sizlar qolganimizdan olti yuganlarni o'g'irlayotganda Belgitay tutib oldi. Bunu Börüböke o'g'riq yan desib, Qadagitayni qo'yib o'tmoqchi bo'ldi. Belgitay Börüböke bilan so'rishib kelib, Börübökening qilichi tegib ketdi. Ömrümde o'g'riq qaraqchilar bak o'shidim. Yeb ishlatqininglar, kiyib ishlatqininglar. Na'tin keladi. Jabaliq mehnat bilan qon tartik urushni o'lja ishdan keladi. Lekin o'g'riq qaraqchilar bo'lsa, qon ter to'kmay turib, boshqalarning qon terini o'zining qilib oladi. Bundaq tayyorlarni bir yoqli qilishning birni chorasi bor. U bo'lsa, qilsinish. Men yana yolg'on guvohlik berganligini takish. Chunki ular jinoyatni yetib, ko'z bilanchilik qiladi. Temirchin, kashib ketdi. Tarqilayli. Yo'q, meni o'g'limni tutula. Börübökeni tutula. Bizga qolganni tabrik so'rini tuzib deb o'ylabdik. Bu asli cho'kinlarning o'chilish uchun qurgan to'zaqchanda. Börüböke, ketaylik. To'xta! O'g'riga yan bassam, sen mi o'g'ri? Sen boshqalarga qolgan bo'lib, endi sana bayat qilmayman. Sajabekni tutula.
Ata gitekini. Kadını buzgan bu şatrak muzayını öldürüydü ben. Bolduk gel. Tümürçün bizni boş koyetmeydi. Çakamıydı. Buraderler. Hey. Anam kene. Anam kene. Anam kene. Beni koyuvet ona! Bölgür Tömürçün! Beni koyuvet! Beni koyuvet! Tömürçün! Beni koyuvet! Silahla cürkülle hemiz yüzü olup kaçtım ha. Aksakalımızdan uruk cemaatlerini başlap, yaylak köşkünlüğünü bilmen. Ben bilen tek alışmatam sen. Seçebeksin önüne geletti. Kağanımızdan elçin hatını koyut için talep kıp evetti. Yelenip mi ya ki ötünüp mu? Yoksa aksakalımız talep kılıvatıdı. İsmi nime? Mukali, Sen Seçebek'in nemisi? hizmetkarı. Hizmetkar durup, kağanğa müşündak yap kılam sen! Men Seçebek'in hizmetkarı, kağanımızın hizmetkarı emez. Yaray sen. Mukali. Oldu ketme. Nökürüm bolsan kandak. Nime? Men tömürçünni, kocan Seçebek yetmedi o dep oylam sen? Men mukalesili muhterem kağanımızga pek kayır, birak hocayınımga sadık bolmasam bolmaydı. Hazır men yenila onun hizmetkarı. Gelme. Ha, Onu hep çıkıp, obdan kütü ola. hop. Merhamet. Subutay, Kubilay. Hoş. Aksakallarını orduğa meslet kişi kola. Hop. Kımız yakşı neyse, köp içi varsa, adam behuş olup, keskenmez işlerini kılıdı. Ahni perk etemeydi. Kağan ise, abroyunu yoktudu. Serkerdiler ise, vazifesini ada kılanmaydı. Çelikler ise, yaman yolu kırıdı. Buna dike hiç ruhsat kılınmaydı. Ruhsat kılınmam da, işimize kandak olurdu. Kimiz yakşı neresi dursa, onun üstü tergiş ba. Muhterem kağanım, adı tepidiken de hemiz sohbetsek olmaz. Bütünleyi çekilmesek mi o? Ayda 3 katım işçeyle. Kağanım, 10 kıtım olmaz mı? İşki yaki bir katım boğunu yakşı, ama yakşı işimigen tekim yakşı. Onda olsa digeldirçe, ayda 3 kıtım olsun. Kağanım, cürkülerini kandak kılamaz. Sevir kılaylı. Sevir kılaylı, tepidiğen atmayı kamçılaş. Yüz örüp kaçkan cürkünlerini cazalaş gerek emez bu. Kağan, ilgirki yüz örüp ketkenlerine sürüştü kımayman. Eğer bunun keyin yenin yüz örüydüğanla körülse, kılıç ve neyzi bilen edibini berimen digen ediler. Hazır cürküllerden üç adavatımızda oluduğun çağ oldu. Onda kımaylı. Kağanım, sileyi yeklemey, kat sorun tüzüp, biz neye kütü aldılar. Yeni dostlar kütü ilişki erziydi. Konu ısladım mı, bezmesi gerek. Onun üstüge, cürkülle kabul kağandan boğun asığa kiray. Kağanım, ulağa ken kusağlık kağayla. Malik doğurdaydı. Biz yakında 13 kanat koşun bile eriştik. Hem de düşmanımızı köpetmeyli. Eğer baldır kozlasak, ula bir döv tap buludu. Menge düşman semeydi. Şundak. Datayin, bilişimce, cürkünle merhum kağan mezgili de Moğollarının her kaysı kabillerdeki cesaretlik, şirmet mergenlerinin idi. Biz ulanı tapıp boğukça, bizden bu nurgullarımız tapkı aylımıdı. Kurçe, koku atamsız. Korktun mu? Kağanım, ben fakat biz öz ara kırgınçılık kılışkı başlasak Canmukan'ın fırsatın paylaşını kokmadı ben. Ortalaşmala. Kurçe, Elçin hatunlu cürküllerinin küresiyle apırıp koy. Kanaka. Buldu kılaylı. Kurçe, icra kıl. Hop. Toktağla. Serçe Bey'den buyurun. Sırtıklar keşke bulmaydı. Ana! Ana! Korkup geçen sen! Korkup ketkendik duram demen. Kim beni korkutalaydı? Men merhum kağanның ulug' xotini Tömürçün degan qanchalik nima edi?
Özünü öz atıvağın kagan tursa, müngüzün badep hem adamı üseletti mi? Men onundan korkattım mı? Bu Elçin Hatun hədədən bək eşib getdi. Karımız bulunsun. Aval kantımızı katır olaylı. O çağda her kandak boğran çapkın bizi korkutanmaydı. Ben Cürcit yazığını tanımayman. Ulum altın hallıqның elçileri meni üçün okup berisizler bulamı? Qağanның xizmetiga pərman berdarman. Ulug' Oltin xonliqining vaziri O'yinshondan Mo'ng'ul qag'ani To'mirchinga salom. Ulug' Oltin xonliqining yurt makoni bepoyondir. O'rdaga salomi keladiganlar nurg'undir. Shimoldagi Qatagin, Saljugut qabilalari tizginga bo'y bermay to'plan ko'targan edi. Xonimizning qo'shini to'planchilarni tarmor qilib, zafar quchib qaytayotganda, o'ylamagan yerdan tatarlarning vijdonsiz oqsoqili Magujin Sagilti yo'lda qo'shinimizni to'yiqsiz bulon-talon qilib, haddi hisobsiz mol-mulk charullan bo'ldi. Darg'azabga kelgan xonimiz qo'shin avatib jazolaganda, sharmanda to'planchilar g'arbga qochib xalqimizdan sepilib o'ydiki so'ng sujay, fo'shujayga chechakirib qarshilik ko'rsatdi. Xonimiz To'mirchinning shimoliy cho'llikda qolgan atalganligi, chirik yaroqlimdan xil ishkanligidan xabar tepib, silini jazo yurishiga alayda atlandırışqa qarar berdi. Yansılar tartıqlandılar, yengilsilar jazolandılar. E'tibor bilan qarag'aylar. Ulug' Oltin xonliqining vaziri O'yinshondan maktub. Chingching saltanatining birinchi yili kuz. Ulug' xonliq elçileri yol bo'yi ko'p jafo chekkansizlar. Avval aram elib olala. Bu salchoqlar bo'lmaydigan ish ekan. Sarkardilarim bilan oldirmay mazlad ish boqay. Merhamet. Gapirg'alachi, Oltin xonliqining bu ishga elchisi qandoq yo'l solamiz? Ayni chog'da Shezonxon qog'onimiz Ambog'ayni Chormiqda tirik mixlab o'ldirib atgan. Hozir bizni jonir jon elib, vazir O'yinning elchisini Chormiqda tirik mixlaylik. To'g'ri, Chormiqda bo'laylik. Aka, vakitte Moğol iliga elçilikka keldik. Peşkenlik uchrab qolamizmi ekan? Boshqa kelganni ko'ramiz. To'mirchin ahmaq emas-da. Ordimizdan yayloqdagi qabilalarni o'zaro qirg'inchilik soldiganligini sezib qolsa, cho'qim tugishimiz. O zodi qandoq odamdir? Canlığı can oladigan odamdek qiladi. Agar Jurjitlarning qon qisosini elish uchun biz ikki qitamdan jinni olsa, behuda ketib qolamiz. Menimcha, ahvol sen o'ylagan darajada yomon bo'lib ketmas. Ehtimal bu urushni qilishimiz mumkin. Nima? Tatarlar Jurjitlarning iti emasmidi? Egisi itini ursa, bizning nima korimiz? To'g'ri. Jurjit tatarlarning hammasi bizning o't bilan suvda chiqishamaydigan dushmanimiz. O'zlari urushaversin, biz tomoshisini ko'raylik. Qurchi, nima ish gap qilmaysan? Qanday xiyoling bo'lsa, deb baxmamsan. Qo'shin tartib Magujin Sagilti bilan urishaylik. Nima? Sen xiyon emas. Jurjitlarni o'ldirgani sening qog'oning emas. Uni Chormiqda mixlaylik. Uni nima ish qilmoqraysizlar?
Qağanımızın sorğunu boyunca kıldı barın davatıdı. Onun məqsidi 30 xotunğa erişiş. Ana, ana. Ana. Temircin, Jurjitlarning maqsadi bo'yicha tatarlar bilan urushmoqchi bo'ldingmi? Ha, shunday qilayman. Jurjitlarning qanday minglashganligini unutib qoldingmi? Dushmanni ati tutmoqchi bo'layotgansan? Ana, Oltin xonlik elchisi. Qizlan! Burhan tog'dan qasam qilgan ko'k tangridan Ambag'ay qog'am bilan O'kinbarqa qog'amning ro'yidan aylanib bo'lsinmi? Qizlan! Tez tizlansizlar, bo'lmasa onam chechilib ketmasin. Alloh tövbe qil. Ulug' Burhan tog', ko'k tangrim, Jurjitlar chaharmoqda echilishliqlab o'ltirib o'tgan Mo'ng'ullarning marhum ishki qog'oni. Men Temirchin tug'ilgan kundan boshlab qisosinglarni elish, Jurjitlarni mag'lub qilishga iroda bog'lagan. Mushu yo'lda nurg'un jabr-jafolarni chekib, tayyorlanmay kelyapman. Qanatim tek qatmaganligi, yayloqdagi qabilalar chechilib yurganligi uchun bu irodamni hozirgacha amalga oshirolmadim. Jurjitlar eng asosliq, eng kuchli qisosliq dushmanim. Ular yayloqdagi ikki razil ish markitlar bilan tatarlarni beqib kelyapti. Necha qatim mag'lub qilsammi, ular yana Jurjitlarni beqish bilan mag'durga kelib, yana odam tishlayapti. Bu qatim Jurjitlar kuch ko'rtmasimi, dadamni o'ltirgan raqiblarim tatarlarni cho'qim mag'lub qila olayman. Menga madad bergaysizlar. Temirchin. Ana, baya belgutay biz qo'shin chiqamayli. Jurjitlar bilan tatarlar urushsa, biz bir chetda turib tomoshabini ko'raylik deydi. Shundoq. Demak, sen Jurjitlar bilan tatarlarning ikki yo'lbos ekanligini e'tirof qilding. Lekin oldinda bir yo'lbosning paydo bo'lishini xohlamsan yoki ikki yo'lbosning tangi paydo bo'lishini xohlamsan? Ana, Jurjitlar bilan birlashishdan vaqtincha foydalanib, tatarlarni avval yo'qota olamiz. Qiyirib qaptiman. Avval chiqqan chashdan, keyin chiqqan soqol jirak. Avval chiqqan quloqdan, keyin chiqqan mingiz qattiq debdikan. Berda, buningdan keyin Temirchinning ishiga aralashmaylik. Ana, Bo'pti, o'zing bilganni qil. ana. Qasar, Bulg'urchi, kelma. Labay. Derhal Qaratunga elchivat ola. Dadamning qasamdish To'g'rixon qo'shin tatib O'lji daryosida yuqori yaqinda men bilan uchrashsin. Xo'p. Dag'artay, Malik, Qurchi. Labay. Jurkillarning avliga berib, Sachabakni biz bilan dushmanga tang hujum qilishga ko'ndira ola. Sachabak 5 yildan beri biz bilan bodi keldi qilmasa, u ma'qul bo'ladimi? Bo'lmaydi deb ansirayotamsiz. Tatarlar dadamni o'ldirib qolmay, yana marhum qog'onimiz Ambag'ay bilan Sachabakning dadasi O'kinbarqa xonini o'ldirgan. Shunga ular qisos elish uchun bo'lsa-mu, biz bilan atlashib qilishi mumkin. Ma'qul. Qog'on sarkarlar men bilan Oltin xonlik elchisini kutilisi yaptigi ma'la. Ey, chiroylarni nimaga furishtirsizlar? Men sizlarni o'g'il ishga emas, qimiz ishga taklif qilyapman. Temirchin, onam yo'qtirdi. Ne ketdi? Bilmayman. Ne ketdi? Bilmayman. Birdan biri yo'qtirdi. Burhan tog'. Yasugay. Biz bilan vidolashganlarga 25 yil bo'ldi. 25 yildan beri jabr jafolarni chekib, Temirchin boshliq 6 bolani beqib keldim. Hozir ular cho'ng bo'ldi. Temirchin texi qiyin qabilasining qog'oni bo'ldi. Umidlarni yadi qo'ymadim. Men hozir qirib qoldim. Chashlarimga oq kirdi. Ikkimizning u dunyoda didorlashadiganimiz ham oz qoldi. Yes, okay. Ana. So'ngshu bog'i berishimga o'nimisangiz, Oltin xonlik elchisini yo'qsalay. Yig'laverib, o'zingizni oldirib qo'ymang.
Temircin. Çoğun bulup, dadandımı Kaysar. Dadandımı jirahını körer batır buldum. Şuna hoş bulup, dadangı degim geldi. Ha, Sachebek Kamelga o'xshaydi. Tez bulunlar, tez! Atkı bin onlar! Ne geçer? Şimaldan boşluktan faydalanıp, canım bukanı kovdap, tez git onlar! Kaka! Tenkit eyli! Bomaydı o! Kömürçün geldi! Eyne çağdası zehirlik kımız bilen dazısını zehirlep öldürgen emez miydiniz? Hem de o kısas ağıl geldi! Şomasını basılı tiyhim bomaydı! Harmamsız! Atlarından ayı uzunmaya otudu! Eğer hemimiz kalsak, kömürçün çevendazların tuyuğu aslında çeylip gitimiz! Çıkırıp ademlerini başlap gittim! Sığırcı! Bu yeri saklayın ben! Tağa! İyisinizni bozsun! Curcetler işen gibi olmaydı! Moğollar bilen oturumuzki adaletke yeni adalet koşuldu! Bu işki adaletinin isavını siz alasız! Yürüler! Mahalle! Merhum ambağanı öldürgen ne gücün segürtü bulam sen? Ha? Dadam yesugelimi sen öldürgen mi? Bu gepçe Temircin sen kelsen be. Tora. Senin mu Curcutları bekindiğini oylamaptı men. Curcutların taygını boğan kelsen, meni öldürüşke layık emezsen. Muşu ahvalda yine yaşayman demsen? Avılını saklaşkı kağan adam. Yaşaşını oylar mıydı? Hele cigire olarken. Kılıçlı beni ala.
yaxshilashmadi. Hali mard odamkan. Ota. Tog'a, endi mangayli. Tatarlar tugashdi. Tugashmidi. Men Jalım Buqa To'mirchining xuni bilan bu qon qisosini olaman. Dada, mangayli. Vazir o'g'lingiz salom. Muhtaram Haqallah, o'rninglardan turinglar. O'ltiringlar. Bu qatam To'g'rilxon, To'mirchin qolgan har qaysilari Tangrining qismati bilan hamdamdi bo'lib dushmanlarni tarmar qildinglar. Qaroqchi beshi Magi uchun Sagiltuni o'ltirib, uzil kesil nusrat qozondinglar. Ko'rsatgan katta xizmatinglarni qutlaqlayman. Qutlag'uchiligi yo'q. Bu qatim butunlay vazir o'g'ling janoblarining ajoyib parasti, ham shavkatli xonadonlarning hayr sayesinde nusrat qozondik. Ko'rsatgan xizmatni tilga oldilar. Bu albatta To'g'rilxon otiga yaqinda yordam berish natijasida qo'lga keldi. To'mirchin to'limi kamtarlik qilib ketdilar. Har qaysinglar xonimizga xizmat ko'rsatdinglar. Tortiqlashga arziydi. Ostona Iroqda qag'ashqa kamininglar o'rniga ma'lum qilishdan ilgari o'z huquqim doiramda To'g'rilxonga Amirxon martabasini bering. İltifatlarga ishqallah. Tangri o'z panoyida saqlag'ay. To'mirchinga kelsak, ko'rsatgan xizmat olaydi bo'lg'ashqa martaba berish tasdiq to'xtaydi ekan. Avval Dana xonimizga ma'lum qilib, ondan beraylik. Hozircha Jag'ut Qo'ri, ya'ni har qaysi qabilalarga qo'mondonlik qiluvchi oqsoqol degan martabani berib turaylik. Yayloqdagi har qaysi qabilalarga qo'mondonlik qilib, ulug' oltin xonimiz uchun shimoliy chegarani saqlag'aylar. O'rdining umidini hargiz yalib qo'ymayman. Odil bo'lmadi. Ma'gujin Saygultuni biz o'ldirgan tursak, nimishqi To'g'rilxonga Amirxon, qog'onimizga yiliqi Jag'ut Qo'ri degan martabani berdi. Yayroqdagi har qaysi qabilalarning qo'mondoni degan huquqmi kichik emas shumi? O'zimizni o'zginimi aldab bermayli. Amirxon o'rdadagi eng yuqori martaba. Jag'ut Qo'ri degan nimaga hisob bo'ladi? Biz ming tasdiqda bir shashotni salmamasak, esan ishindigan To'g'rilxon egar to'q meniki desa, yayloqdagi har qaysi qabilalarning qo'mondoni bo'lsa-mu, mushu atoq bilan qog'onimiz qo'mondonligi bo'ysunmaydigan ashu hayvonlarni ochiq-oshkor qamchilab, yayloqda hukm suralaydi-da. Yayloqda hukm surish uchun o'z kishimizga tayanishimiz kerak. Bo'g'isiga bek yo'lliq, o'z kishimizga tayanmasak, hech nimaga arzimaydigan mushu Jag'ut Qo'ri degan atoq bilan qo'mondonligimni bo'ysundirman desak, o'zimizni o'zimiz kajatlagan bo'lmandoq, ha? Qog'onim, ko'ra sirtida o'zini oltin xonliqni olaydi elchisi degan biri sil bilan ko'rishdi ekan. Ha? Kirson. Sil bilan ayrim ko'rishiman deydi. Mayli. Bo'ldi, talashmanglar. Qaytib berib, obdan bir uxlab olinglar. Shu chaqda nima uchun jurjitlarga yordamlashib, tatarlar bilan urush qilganimizning sababini tushunib qolasizlar. Uxlamasaqni tushunolmaymiz. Rost deysizlar, bir yo'lbosni yo'qotdik. Qanday atoq berish bilan nima korimiz? O'zimizni kuchlantirib, yana bir yo'lbosni yo'qotgan chaqda, o'yin shang degan bu eligar tulka 105 bo'lay desimi, qag'animiz unamda yo'q dexe. Yaylaqtın öpken şamalda Talalli boyetle yo'qolgan Bulup neys çaydek lezzetlik nakşam Senin kalbinde saklanıp kalgan Dağüstüde tutkan bu makan Senin bilen oldu bir payan
barcha iqlimga Çupalla kalbide aman o yolga Ah hey Ah hey Ah hey Ah yeah Tuğan her bir boğak çekrede Senin miyeceğiz hulkun buludu ahayan Her bir çarvicinin çirayınızne de Şikrin mızna diri nahamayan